necha yil ishlagan bo'lsam olim bilan, Olimjon Hoji Sharipov bilan shuncha yillar davomida faqat shirin xotiralar qolgan. Institutdan boshlab to mana shu dunyoni tark etgungacha. Bitta voqeani eslamoqchiman. Olimjon Hoji Sharipov haqida hamma faqat yaxshi fikrlarni bildiradi. Men uni shu yaxshi xarakteri bilan birgalikda uni ishiga, fidoyiligi haqida bitta voqeani aytib bermoqchiman. Navbatdagi gap yo'q ko'rsatuvni syomkasi edi. To'g'rirog'i, men sizga aytsam ko'rsatuvni navbatdagi syomkasi edi. Adashmasam bahor paytimidi, yoki shunaqa jazirama issiqmidi? Shunaqa issiq kunlar edi. Quyoshga qarab chiqib ketaverdi Olimjon. O'shanda kasal bo'lib yurgan paytlarida chiqma, qayerga ketyapsan? Qo'y, mumkin emas senga quyosh desam, "Meni ko'rmaysanmi nima qilyapti? Meni to'g'irlamaydimi?" deb shu bitta joyda o'tira olmasdan, o'zini kasalligini bilsa ham, quyosh mumkin emasligini bilsa ham chiqib keturgan. Orqasidan zontini ushlab chopganman. "O, qayt orqaga, qayt" deb. Qayerda qaytadi? Yurganman. Alloh rahmatli qilsin bunaqa fidoyi insonlarni, oilasiga nisbatan, ishiga, hamma narsasiga. Joylari jannatda bo'lsin iloyim. Oramizda yo'q hozir. Endi Allohning xohishi shu ekan. Men Allohdan so'rab qolaman. Joylari jannatda bo'lsin. Qabrlari Kavsar suvlariga to'lib toshib yursin iloyim.